Ustoz, 4 ta mol go'shti, 6 ta qiymasi bor ekanmi? Ani bismillahirrohmanirrohim. Hammasi birinchi jalsa o'ra qolaman aka. Ketdi, bolla, ketdi ishga. Qiymalarni ko'ryapsiz aka, osilgan joyiga. Videoga olma aka, rozi bo'lasiz. Chiqib qolgan bo'lsangiz mabodo. Yo'q, yomon ma'noda emas, to'g'rimi aka? Kimdirlarni xat bo'lib qoladi, videoga chiqib qolgan. Yaxshi ma'noda olasiz aka deganda. Joni hisob bo'lsin aka. 5 ta qiyma bo'ldi, to'g'rimi aka? 6 ta qiyma, to'g'rimi? 6 ta qiyma edi. 4 ta yo'q, bitta qiyma bering bo'ldi aka. Mana aka, qiymalar ko'ryapsiz, postillagan joyidan aka. Xudo xolos uyga borganda ham mana shunaqa do'mbillab turadi, maza qilib yevorasiz aka. Qo'llar bilan. Paket ochib yuboring, jigar, oq paket. Yozlar отдельно, ochmayman, skechlayman, bitta sig'i bor, ketadi. Ketdi. Ni pastga qo'yish kerak, jigar chunki. Ochib pastga qo'ysangiz, bu sozlik qilsa kerak aka. Qo'llar bilan ochmasan aka, yoqilishda qilib, joy hisob bo'lsin.